ma'rifat chiroqlari. Assalomu alaykum. Ma'rifat chiroqlari eshittirishining qadrli muxlislari, aziz tinglovchilar. Yana bir ma'naviy diydor, ko'ngil suhbatiga xaridor bo'lib turganingiz uchun har biringizga tashakkurlarimizni bildiraman. Aziz boshingiz hamisha sarbaland, qalbingiz ilm va irfon durdonalari bilan saodatmand bo'lsin. Chin ilmning irmog'ini topish, rost olimning ortidan ergashish va fayzidan bahramand bo'lish ham katta baxtdir. Mashoyixlar, ey do'st, eshit, barcha molingni sarfla, bir yor topki jahon, saodati shul deyishlarining siri u hikmati ham shundadir. Inson uchun haqqa olib boruvchi bir yorning, rahnamoning borligi qanchalar yaxshi, o'xshashi yo'q benazir ne'matdir. Ammo buning qadrini bu yo'ldan yurganlargina yaxshi anglay olur. Minglab insonlarning rahnamosi, ustozi, ma'rifatparvar olim Mahmud Asad Jo'shon hazratlari ham mana shunday yor, mana shunday do'st, mana shunday ustoz edilar. Bugun u zotni shogirdlari, izdoshlari muhabbat va ixlos bilan xotirlar ekanlar. Hazratga Allohu taolo qanchalar ham yuksak mavqe, darajat bergan ekanlar deb o'yga toladi odam. Bir olimning shogirdlari orasida olimlar, turli kasb egalari, sohasining yetuk mutaxassislari, shu bilan birga oddiy sodda xalq vakillarining ham bo'lishi olimning rost olim ekanidan darak beruvchi bosh dalildir. Rost olim kim? Kimlar rostdan ham olim degan nomga loyiq va sazovor bo'la olishadi? U shunday olimki, nafaqat ilmi, balki har bir so'zi, amali, hayotiy mezonlari bilan katta yu kichikka o'rnakdir. Uni bir ko'rgan kishi yana ko'rgisi, yana suhbatlashgisi keladi. Yonidan uzoq ketishni xohlamaydi. Ammo ko'rmaganlar ham fayzidan bir ulush olib bo'lsa-da yuksala oladilar. Bunday olimlar o'lmaydilar. Haqning oliy tuhfasi bo'lmish, abadiy tiriklikka yetishgan bo'ladilar. Bu foniy olamni jisman tark etishgan bo'lsalar ham, nomlari qalblarda mangu yashayveradi. Ruhoniyatlari ko'ngillarda tajalli etishda davom etaveradi. Bugungi eshittirishimizda Mahmud Asad Jo'shon hazratlarining yana bir muhiblari, Turkiyadagi Karabuk universiteti adabiyot fakulteti dotsenti, filologiya fanlari nomzodi Saidbek Boltaboyev bilan suhbatimizni tinglaysiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Yaqin tariximizning zalvori yuksak bo'lgan ma'rifatparvar olimi, Naqshbandiya ta'limotining yetuk ustozi Mahmud Asad Jo'shon haqlarida bir olim nigohi bilan o'z fikr mulohazalaringizni bayon qilsangiz, marhamat. 20-asrda Turkiyaning ma'naviy hayotida, ijtimoiy hayotida, ilmiy manbaviy hayotida, ayni paytda tafakkur hayotda o'chmas iz qoldirgan shaxslardan biri, alohida ahamiyat kasb etgan shaxslardan biri Mahmud Asad Jo'shon o'zining butun 63 yillik hayotiy faoliyatida bir jihat bilan meni e'tiborimni tortadi. Bu jihati, bu xususiyatini men qisqa qilib aytganda jonkuyarlik, fidoilik deb atagan bo'lardim. Sababi ikki muhim jihati. Bu shaxsning ilmiy olim sifatidagi jihati va jamoat arbobi sifatidagi ikkinchi jihati.
har ikki jabhada qilgan faoliyatlari fidoyilikdan iborat, fidokorlik va jonkuyarlikdan iborat ekanligini ko'ramiz. O'sha birinchi ilmiy faoliyati, jiddiy darajadagi birinchi ilmiy tadqiqoti bu Muhammad Xatib o'g'lining Bahrul Haqoiq asari bo'yicha edi. O'zining Latoifnoma, Farohnoma kabi asarlari bilan mashhur bo'lgan shaxs 15-asrda Kichik Osiyo hududida, Anadolu hududida o'zining katta ta'siriy ahamiyatga ega bo'lgan zot hisoblangan bir adib, tafakkur olimi, ayni paytda mutafakkir bo'lgan zot Muhammad Xatib o'g'li Bahrul Haqoiq asari bilan turkiy adabiy tarixda alohida shaxslardan biri, alohida adiblardan biri hisoblanadi. Mana shu kishining Bahrul Haqoiq asarini to'g'ridan to'g'ri qo'lyozma manbalarga asoslanib fan doktorlik ishini yozadi va ilk jiddiy ish bilan birgalikda Anqaradagi universitetlarda ilmiy faoliyatlar va ta'lim faoliyatlari bilan shug'ullanib keladi. Keyinchalik bu faoliyatlarda yiqqan o'zining turli tajribalari bilan birgalikda ikkinchi muhim tadqiqotni amalga oshiradi. Bu tadqiqot esa manbashunos va matnshunos sifatidagi Mahmud Asad Jo'shonning yuzi hisoblanadi. Bu maqolat asari. Maqolat asari bo'yicha qilingan tadqiqoti. Bilamiz, Hoji Bektosh Velining maqolat asari Bektoshiylik tariqatining muhim manbalaridan, nafaqat Bektoshiylik, balki butun turkiy islom adabiyotining muhim asarlaridan biri hisoblanadi. Turli manbalarga asoslanib, turli qo'lyozmalarga asoslanib buni ilmiy tadqiq qilgan va ilmiy nashrini amalga oshirgan. Natijada dotsentlik, keyinchalik professorlik ishlarini amalga oshirgan. Siz ham adabiyot olimi sifatida ustozning bu yo'nalishdagi ilmiy merosidan yaxshi xabardorsiz. Adabiyot sohasidagi ilk ilmiy izlanishlari qanday mavzuda edi va keng ilmiy jamoatchilik qarshisiga qaysi mavzudagi ilmiy tadqiqotlari va yangiliklari bilan chiqqan edilar? Mahmud Asad Jo'shonning maqolat asari bo'yicha, Hoji Bektosh Valining maqolat asari bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotigacha bu asar ilmiy jamoatchilik tomonidan, ma'naviy jamoat arboblari tomonidan bilinar edi. Lekin yetarlicha bilinmasdi. Yetarlicha tadqiqot qilinmagan edi. Bu bo'yicha xalqqa yetarlicha ma'lumot berilmagan edi. O'z davrida alohida o'qilgan va sevib o'qilgan madrasalarda tez murojaat kitobi bo'lgan bu asarning yetarlicha tadqiq qilinmaganligi o'sha davr uchun katta bo'shliq edi. Bu bo'shliqni to'g'ridan to'g'ri Bektoshiylik takyagohlari, xonaqohlaridagi nusxalar asosida tadqiq qildi va shu bo'shliqni to'ldirdi Mahmud Asad Jo'shon. Natijada keyingi faoliyati uchun zamin yaratdi bular. Bu keyingi faoliyat nima edi? Keyingi faoliyat jamoat arbobi sifatida ommaviy nashrlar amalga oshirish edi. To'g'ri, qisqa muddatda turli tadqiqotlari bilan avval dotsentlik, keyinchalik professorlik unvoniga ega bo'lib, bu bilan cheklanib qolmadi. Ilmiy jamoatchilikka, faqatgina talabalarga xitob qilish bilan chegaralanib qolmadi. Ayni paytda butun musulmon dunyosini uyg'otish va ularga to'g'ri ma'lumotlarni yetkazish, o'zi o'rgangan tajribalardan, o'zi ega bo'lgan bilim birikimlarini ularga yetkazib berishni, ularga mos qilib, ularni saviyasida yetkazib berishni o'ziga burch deb bildi. Va dastavval Ibrohim Mutafarriqaning Turkiyaga, umuman Kichik Osiyo hududiga birinchi marta matbuotni olib kirgan kishi. Uning matbuot faoliyatlari va o'sha Risola-i Islomiyasi bilan professorlik unvonini olgandan keyingi faoliyatda jamoatchilik va ommaviy nashrlarni ko'ramiz. Turli jurnallarda, shaxsan o'zi boshlab bergan jurnallarda, Oila jurnalida, Gulbola jurnalida yoki Ziddi Zahar kabi jurnallarda turli maqolalar e'lon qildi. Va mana shu maqolalar bilan birgalikda o'sha davrda ko'pchilik tomonidan kuzatib boriladigan maqolalarni yozdi. O'sha davr uchun qimmatga ega bo'lgan masalalarni ko'tardi va o'z davrining aholisi uchun, musulmon dunyosi uchun turli masalalarni yoritib kelishda xizmat qildi. Hazrat Mahmud Asad Jo'shonning ilmiy faoliyatlari haqida gapirilganda, ularning manbashunoslik va matnshunoslik sohasidagi faoliyatlari hamisha katta e'tibor bilan tilga olinadi. Ma'lumki, qadimiy tarixiy qo'lyozmalar bilan ishlash hamisha olimlikning eng mashaqqatli yo'li bo'lib kelgan. Ammo ilmda eng katta natija va manfaat beradigani ham shu yo'l hisoblanadi. Hazratning shu sohadagi o'ziga xos izlanishlari haqida ham gapirsangiz. Manbashunos va matnshunos sifatida Mahmud Asad Jo'shonni olimlik jihatini yana bir fidokorlik xususiyatini ko'ramiz. Olimlik jihatida bu qanday fidokorlik? Qo'lyozma manbalar xususida. Qo'lyozma manbalar bo'yicha Turkiyaning
dunyodagi yetakchi davlatlar qatoriga kirishini aytadi. Ya'ni qo'lyozma boyliklari jihatdan anchagina qo'lyozmaga ega. Lekin bu qo'lyozmalarga ega bo'lish degani bu bilan faxrlanish degani emas deydi. Buni o'zi yetarli emas deydi. Buni to'g'ri ravishda saqlay olmasak, buni to'g'ri ravishda tadqiq qila olmasak va buni to'g'ri ravishda xalqqa yetkazib bera olmasak, ya'ni o'sha qo'lyozmalarga xalqni tushunchasini mos qilish, ilmiy merosga, madaniy merosga, manbaviy merosga xalqni tushunchasini, xalqni tafakkurini moslashtirish va u bilan hamohang rivojlanib borishini ta'minlab berish bu avvalo manbashunosning vazifasi deydi. Manbashunos, matinshunos buni avvalo tadqiq qilish kerak, keyinchalik uni ilmiy tadqiqdan keyin ommaviy darajaga yetkazib berish kerak deydi. Olim insonlarga Haq taolo boshqalarda bo'lmagan alohida zakiylik ne'matini ato qilgandir. Ya'ni olimlar o'z ilmi bilan ishning avvalidayoq uning oxirini ham ko'ra oladigan qalb ko'ziga ega bo'ladilar. Olimlarni shunga ko'ra jamiyatning ma'naviy hakimlari, tabiblari ham deymiz. Hazratning ham suhbatlari va asarlarida bu narsa yaqqol ko'rinadi. Ilmiy nuqtai nazar bilan ularni kelajak hayotiga tegishli eng ko'p tashvishga solgan muammolar haqida nimalar deb o'ylaysiz? Qanday mavzular ularni eng ko'p tashvishlantirgan edi? Yana bir narsadan kuyunib gapiradi. Nima deydi? Shunday buni ayni paytda tanqidiy jihatdan aytadi. Shunday xalqmizki deydi, o'zimizning tarixiy manbalarimizdan orqada qolib ketganmiz deydi. Tarixiy manbalarimizdagi ma'naviyat, undagi tafakkur, undagi bilim yuqori, lekin hozirgi darajamiz esa bu juda ham achinarli holat deydi. Va tarixiy manbalarimiz bilan, tariximiz bilan hozirgi darajamizning orasida katta masofa bor deb bu bo'yicha kuyunib o'tadi. Va qo'lyozma manbalari asosida tadqiqot amalga oshirgan shaxs sifatida, manbashunos sifatida qo'lyozmalarni qanday saqlash kerakligini va qanday xalqqa yetkazib berish kerakligini, keyingi davrlarga saqlab qolish kerakligini, qanday tadqiq qilish kerakligini shaxsan o'zi ilmiy maqolalarda ko'rsatish bilan bir qatorda buni amalda ham boshchilik qilib berdi. Davlat sifatida nimalar qilish kerakligini, jamiyat sifatida va ayni paytda shaxs sifatida nimalar qilish kerakligini ko'rsatib o'tdi. O'sha paytdagi davlat idoralarini keskin tanqid qiladi va qo'lyozma manbalarga ega bo'lish uchun shaxslardagi qo'lyozmalarni to'g'ri saqlash uchun keraklicha ta'lim berishga mas'ul ekanligini, davlat tashkilotlarining mas'ul ekanligini yoki buni shaxslar saqlab qola olmasa, bunday sharoitlari bo'lmasa, bunday sharoitlarga ega bo'lgan davlat uni yetarlicha targ'ib va tashviq qilib sotib olish kerakligini va uni mikrofilmlarni yaratish orqali keyingi nasllarga to'g'ri yetkazib berish va tadqiq qilish imkoniyatlarini bepul ochib berish kerakligini alohida urg'ulaydi. Va bugungi kunga kelib Turkiyada mana shu yutuqlarga erishganligini ko'ryapmiz. O'z davrida buni boshlab bergan shaxs sifatida, olim sifatida, manbashunos sifatida jonkuyarlik qilgan edi. Demak, u paytda bu muammolar qalashib yotar edi, lekin hozir mana shu muammolar hal qilinganligini, hozir qo'lyozmalarni saqlash bo'yicha nihoyatda yuqori o'rinlarda turishini va qo'lyozmalarga bo'lgan hurmat va uni tadqiq qilish jihatdan ham yuqori o'rinlarda turganini ko'ramiz. Mahmud Asad Jo'shon o'zining nafaqat olimlik sifatidagi faoliyatlari, ayni paytda jamoat arbobi sifatidagi faoliyatlari bilan birgalikda bunday tadqiqotlarga, bunday amaliy ishlarga boshchilik qildi. Nafaqat buni yozib bir chetda qoldirib ketdi, balki o'zi boshlab berdi va natijada o'sha 20-asrning Turkiyadagi tafakkur hayotda, ilmiy hayotda o'chmas iz qoldirgan shaxs bo'lib tarixda qoldi deyishimiz mumkin. Suhbat uchun tashakkur, salomat bo'ling. Ilm va ma'rifat ulashib yashamoq Allohning o'z bandasiga bergan katta lutfidir. Qalblarning ilm va irfonga moyilligi, ma'rifat ummoniga oshiqligi insonning har ikki dunyosini obod qilajak. Biz bu haqiqatning isbotini tarix zarvaraqlarida nomlari oltin harflar bilan bitilgan ajdodlarimiz hayoti va faoliyatidan ham yaxshi bilamiz va ular bosgan izlarini izlaymiz, topsak ko'zlarimizga to'tiyo qilamiz. Olim va ulamolar, fozil va fuzalolar, piri murshidlar, aziz va avliyolar ma'rifat ummonida so'zguvchi tafakkur kemalarining rahnamolaridir. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'z hadisi muboraklarida olimlar payg'ambarlarning merosxo'rlaridir. Payg'ambarlar dinor ham,
dirham ham meros qoldirmaganlar, balki ilmni meros qilib qoldirganlar degan edilar. Islom ummatiga mana shunday ulkan ma'naviy meros qoldirgan Mahmud Asad Jo'shon ham ilm toliblariga yo'lchi yulduz bo'la olgan yetuk qomusiy olimdir. Qadrli muxlislar, siz Ma'rifat chiroqlari dasturida Turkiyadagi Karabuk universiteti adabiyot fakulteti dotsenti, filologiya fanlari nomzodi Saidbek Boltaboyev bilan suhbatimizni tingladingiz. Eshittirishni jurnalist Umida G'afforova tayyorladi va olib bordi. Rejissyor Erkin Irismatov. E'tiboringiz uchun tashakkur azizlar. Salomat bo'ling.